Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz yukarıda Allah subhanahu teala'nın fazl ihsanına ayetilen ilm usul fiqhi degan Ustaz Abdülvahap Xallabniki dersini davom qilgan bo'lib, buning aqsamul hukm taklifi buningki bir va ikkinchi bo'lgan qismi, ya'ni ijob va nad bilan tanishgan to'q. Uchinchisi bo'lgan tahrim keldik. التحريم المحرم هنا حرام قلنا الناس وني ما دeganda onun tarifi. المحرم هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا حتما بأن تكون صيغة طلب الكف نفسها دالة على أنه حتم كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وقوله لا يحل لكم أو يكون النهي عن الفعل مقترنا بما يدل على أنه حتم مثل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة أو يكون الأمر بالاجتناب مقترنا بذلك نحو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أو أن يترتب على الفعل عقوبة مثل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فقد يستفاد التحريم من صيغة خبرية تدل عليه أو من صيغة طلبية هي نهي أو من صيغة طلبية هي أمر بالاجتناب فالقرينة تعين أن الطلب للتحريم أما haram kılgan nase onun tarifi haram kılgan nase nimesi şari taala eni kılıçtın jığılışını talep kılgan nase o talep kıldı mı kat'i talep kılgan kat'i kısan bulmaydı degendek talaben hatmen. Qandaqsa bu ini qilishdan talab qilgan narsaniki, uni qilishdan yig'ilishni talab qilgan narsaning siyg'isining o'zi ham uqtirdi, uning vojibligini uqtirdi deydi. Alloh taolaning so'zi o'xshashki, harom qilinislarga mayta, o'lik, qanday nimni o'ligi bo'lsa bo'lsin, beliq va jarad bu bunun mustasno. Harom qilinislarga o'lik üzülüp kalgan narsa qon va to'ng'iz go'shti harom qilindi deb hurrimat degan siyg'aning uzunligi harom ekanligini bundan qat'iy qo'l tortish uni qat'iy bosh tortishning vojib ekanligini uqtidi. Nima bu siyg'aning o'zi hurrimat degan siyg'a. Va Alloh subhanahu taoloning so'zi o'xshashki qul ta'ala degan Muhammad alayhissalom kelinglar o'qib beray, tilovat qilib beray. Bir narsaga harom qildi sizning Robbinglar, sizlarga harom qilgan narsani tilovat qilib beray. Ma harrama robbukum deb mana bu yerda muslim keldi. Siyg'ining o'zi. Ondan yig'ilish, ondan chekilishni talab qilgan siyg'ining o'zicha buning qat'iy chekilishining vojib ekanligini uqtirdi. Alloh subhanahu taolaning so'zi o'xshash kerak, sizlarga halol olmaydi degan bu so'z ham shundoq siyg'ining o'zi uqtirdi. Bununki çekilinişinin vacip ekanligini siyg'inimiz uqtirdi. Yoki bo'ladi nahi bu qilishdan cheklanish yaqin bo'lgan bo'ladi-da. Nimaga? Uningga bir narsa uqtirdi u, eninki o cheklanishninki qat'iy vojib ekanligini uqtirgan narsaga yaqin bo'lgan bo'ladi. Masalan, zinoga yaqinlashmanglar, qilmanglar emas. Qilmanglar bilan yaqinlashmanglar farqi bakjak. Bu yana uning sabablariga tushib qolmanglar, qaramanglar, gap so'z qilib qolmanglar, o'tirib minib qolmanglar demakchi-da. U qilishga bak uzoq bo'lmaydi. Hatto zina qilib qolmanglar. Chuqur bu bak sat nihoyatda fahish qiliq bu degandek. Ya bo'ladi buyruq shu nimaga ay nahiga
Yakın bu ya buludu buyruk neymiş o icnab kılışlan buludu. Jirak duruşlan buludu. Yani aşu nehiye yakın bu nimge yakın bu kanalda e, e, ay nehi yakın bu uçuğa. Mesela kandaklısı çukum, arak ve kımar ve ensab مثلا بوت مشروب أنصاب نما بوت başvuruş ve azlam pal rambalçılık kılış degендek mi? Buna biz şeytanlık kılmıştırmıgan meynet çirkini çakın işler bu. Peyjteni bu. Onundan bek uzak durunlar. Jirak kaçıp gitinlar. Bana bunun uzumunun boldu ise muşu ictin emri bir yerde peyjteni bu degen emri geldi. Ama bu ictinap koygan emri oldu. Jirak kaçıp gitinlar dep. Yaki boludu emr ictinap koygan emri yakın bolgan boludu. Nimige aşu neyge. Yaki bu kılmış kartta bir jaza onun tug'iluvdi da unaqa jazo tartibda bo'ldi. İşte qiladi unaqa jazo billa. Qilmasa jazo olmaydi, qilib qolsa jazosi bilan bor degandek. Masalan, buning uzumi bu qilish haromkan degan nuqta deydi. Bunda qilsak, bunda bizga jazo ekan deganga o'xshash. Bu harom degan nuqta deydi. Masalan, pak al-muhsanat hech qanday bir narsadan xabar yo'q, g'ofil, iffetlik, yaxshi ayollarning o'zini böhtan qilib, quruq tuhmat qilib, delil pokishsiz qarg'allar. Anandıkını bular 4 guvochini aklamasa bular. Ularga 80 qamchi biringlar degan o'xshash. Buning o'zi agar shunday tuhmat qilib qolsa, qamchi urish. Bu xil qilmish qartacho jazo tartib berilishining o'zi buni qilib qolsak, deb qilib qolsak, taqtuqi julib qilib qolsak, biz üstümüz qamchaydigan, darraydigan ish ekan. Buni qilsak bo'lmaydi ekan. Bu qilinish cheklanibdi, harom qilinibdi degan nuqta bo'ladi. Demek bu ya bu suret oldu. Çok bazı paylandı bu nimine haram kılınış tahrimni o'zini o tahrimni uqtirgan haber sig'sin paylandı. Yoki mesela hurrimet aleykum meytetu ve demu lahmul khinzir o degan o'xshash. Qul ta'ala atlu ma harama rabbukum aleykum degandek yoki talabi sig'sin paylandı bu nimine tahrimni. Mesela la taqrabu zina degandek mesela innehu kana fahisha degan o'xshash. Yoki talab sig'sin paydlindiki u talab sig'isi bo'lsa ijtinib qilgan amri rijsum min amali shaytoni pajtanibuh degan o'xshash. Ya demak xabar sig'dim paydlindi tahrimni o'zini. Xabari sig'dim paydlindi. Yoki nahiy suratdan nahiy sig'sin paydlindi. Ya amr sig'isidan. Sığ talabi deyin ki o sığ talabi kaysısı ictinab kılgan emri mesela. Bu tahrimni muşmuşuş bir qanç taraflardan paylandı. Şimdi qaysi sığlar bilan kelsa bu haramkan degan uqtirdi deydi. Qarina uning o'zi muayyan qilib berdi. Shuni muayyan qilib berdi chuqum talab bu yerdiki bu haram qilgan narsa ekan, tahrim uqtirgan degan uqtirib berdi qarina deydi. Hem bu Muharrem'in kısımları. Muharrem aram kılıngan iki kısım buldu. Muharremun asaleten lizati. Aram kılıngan narsa aslen öz zatının cehdinden aram kılıngan narsa. Ey ennehu fi'lun hukmuhu şer'iyyu et-tahrimu minel ibtidai. كالزنا والسرقة والصلاة بغير طهارة وزواج إحدى المحارم مع العلم بالحرمة وبيع الميتة وغير ذلك مما حرم تحريما ذاتيا لما فيه من مفاسد ومضار فالتحريم وارد ابتداء على ذات الفعل أم أصل ده haram kılgan neyse zatın cehdine haram kılgan arzi keyin bir sebepler bulup kalıp onun cehdiden haram kılgan bulmasa eğer o sebep bulmaya kap kalsa halaltı digellik emez zaten baştan ayak haram o
Çuqum o'z bir qilmishga uning shar'iy hukmi tahrimdir. Boshdan to tahrim harom qilingan zodi. Zinoga o'xshash, o'g'irlikqa o'xshash va nima toatsiz namoz o'qiganga o'xshash va ehtal maharim bu yilqi mahram bo'lgan ayollarning birisidan to'y qilganga o'xshash zavaji ehtal maharimi o'zining singlisi yoki otisi yoki ammotisi xolat yoki nimasi yaqin ish qilib uniki shu nikoh tushmaydigan urug' tuqqanlari yoki imigdash bir nimalari o'zining ot singlisi deganga o'xshash biz maharimlar qatori kiradigan maharimlarning birisidan to'y qilganga o'xshash buning harom ekanligini bilib turib shularni o'zini birisidan to'y qilganga o'xshash bu mu bunun shar'iy hukmi nima dastlabki zodi harom bu o'likni sotganga o'xshash va uning boshqasi uni zaten harom qilingan narsalar qatori inandan boshqa zaten harom aslida harom qilingan narsalar chunki uningda nurg'un buzuqchilik bor zina masalan nasabga unaqa buzildi va uning nurg'un yali bor o'g'irlik shu masalan kimning mol mulkiga ziyon solganlik u bu degandek tahrim bu yerda dastlabda kelgandir mush qilmishning o'zi kelgan hargiz keyin paydo bo'lib qolgan emas birda bir sabablik uchun bir oriz yuz berib qilib shu orizi tufayli bu narsa harom bo'lib qolgan andiq emas u zot asldan harom bu deydi muharramun li aridin. Yani bir haram baki bu haram arzın cehdedin. Yani yüzde çıtak yok. Yüzde duruz. Lekin bir sebepten cehdini haram kalan. Yani ay ennehu fi'lun hukmun şer'iyyu ibtidaen el vücubu ev'l nedbu ev'l ibahatu. Çünkü bu muharramun li arzını gap bu bir kılmışki onun şer'i hükmü desivde vacip. Qilish lozim bo'ladigan yo qilishga undalgan rag'batlantirilgan yoki qismi qilmisimi o'xshash durust bo'ladigan narsalar lekin bunaqa birda bir to'sanchi bir keyin bir uning uchun bir ta'tir putoq bir ahvol yuz berib qolib qoldi yaqin bo'lib qoldi qilib qo'ydi bu oriz bu mubah bo'lgan narsaning o'zini dastlabda bu bo'lgan vacip ya mendub ya mubah bo'lgan narsamizga orizi binas yaqin bo'lib qilib qo'ydi bu oriz u narsaning o'zini harom qilib qo'ydi xuddi bulangan kiyimning o'zida namoz o'qiganga o'xshash namoz o'z zotida vojib o'qish lozim yoki mandub nafl namoz o'qigan bo'lsa ammo qandoq qilib bu harom qilib qo'ydi deganda kiyim bulangan kiyim boshqa boshqalar tarafdan zo'rlik bilan elingan kiyimning ichida turib namoz o'qib kiyimda namoz o'qigan bo'lsa buning bu harom ammo orizini jahdidir arzilqa aslan harom emas harom bo'lib qolishi orizini jahdidan deydi agar u bo'linib ketgan kiyimda bo'lmay boshqa o'ziniki o'z halol o'zining mehnat kuchi bilan emgak kuchi bilan tep setib olgan kiygan mundoq pokiz kiyim bo'lib qolib qolsa albatta uniki savobi kirishidir ammo bu shu bulangan kiyim ichida olganlik shu arz tufayli buni uchun harom qilib qo'ydi deydi va ilm satamki iningda g'ish bo'lgan uning bir aldash saxtipazlik qaqti so'qti qilish buningda agar g'ish bo'lmasachu ahallallohul bay'a va harama riba alloh ilm satamni uchun halol qilgan faqat g'ish harom qilib qo'ydi deydi va uninglanchu mujarradilqi xotindochilikni halol qilishni maqsad qilgan to'y qilish masalan bir zivoj uniki dastlabki zivojninki dastlabki taloq qilish uchun 3 taloq qilish uchun masalan o'zaro bu avval bir ayol taloq qilgan bo'lsa 3 taloq qilinib ketibdi bu taloq yeni bir odamlar bilan o'zining ayolini halol qilib berish maqsadda bunday hiyla qilib uningga voy oldim tegdim qilib keyin u oldim tegdim qilib bo'lgandan keyin u qo'yib bergan bo'lib uni qayta bundoq nima qilganlik o'zini olganlik deganga o'xshash
Bunun üzücü bu mücerred tahlil zavja. Bu ahunu üç talak kılıngan talak kılış üçün. Bu ahutundacılık, bu haram kılıp bu haram болып ketken işine halal kılış maksatda olgan bu xildiki toy kılışın özü bu mu haram. Ve savm visal ve visal yani arka marka üzmey roz tutuş. Ha, mesela devamlı roz tutuş. Bunu uzun. Çünkü bizim dinimiz bunu buyurmaydı da. Yessiru ve la tuassiru. Beşşiru ve la tunaffiru diye hadis var da. Nihayet otur hal işni oson qilishga, qiyinlashtirmaslikqa, qiyin qilmaslikqa, xushxabar berishga, uningcha nafratlantirib yergundurmaslikka buyurilgan dini bu. Davomli bunda qilish bu odamning bu davomlashamaydi bu xil ro'zani davom bo'lmaydi. Va bid'at taloq bunga o'xshash taloqni o'zi mashru. Ammo buni bid'at taloq hayz ichida mandaq bir xil talaq qilish bizning dinimizda ahsan talaq, hasan bid'at deb bir talaq bor. Bid'at talaq qaysi o'sha hayz ichidagi talaq bu bid'at talaq. Bu talaqning o'zi mashru. Ammo bid'at bo'lishi hayz ichida qolganligi. Buningdan boshqa bir narsani jahtinki duch keldi uni tahrim ash arzning jahtidan haromlik degan sifat kelib qolgan nurg'un narsalar bor. Bunun tahrim fe'l bu qilmishning o'z zotining jahtidan emas. Lekin bu amr xorijning jahtidan. Öyle degandek namoz o'z zotida matlub. Ammo buningki harom bo'lib qolishi ay savbul maqsub bulinib ketgan, o'g'irlanib ketgan. Mecburi boshqalarning qo'lidan cho tatilangan. Bu kiyimlar namoz qilgan o'xshash. Masalan bu kiyim amr xoriji namozning ichiga kirgan ish emas bu. Bu kiyim. Bu haramlık aşırı cehtin geldi. Bu namazın özü metlub. Yani çokum bir pilinin öz zatı onun da mefsede yok. Bozukçuluk valla zararı yok. Lakin onun için bu nime düz geldi. Bu nimge bu pilga ya ki yakın buldu o pilga arada lehu vaktarana bihi ma. Ma da arada vaktarana. Bu tenazu da bir pil var ana bu nehvide. İki pil bir amilin talaş tartışıp kalgan. Bir pailde talaş tartışıp kalgan. Arada vaktarana. İkilisinin paili mameyede. Avna cek talaş tartışıva. Besrullah bununla evvel peygamberlerimizdeydi. Kup illa biz ikincisi gıdemdi. Aynen nurgun bir yapma. Bunun paili maaşı. Lekin düç geldi. Ay şu pilinin üzge. Ve yakın buldu o pilge bir narsa yaqin bo'ldiki qilib qo'ydi u narsa ay pilda bir mafsada madarrani qilib qo'ydigan bir narsa yaqin kelib qoldi ash narsa duch kelib qoldi bu o'z zotida mafsada madara degan gap yo'q bu amr xorijini jahtim bo'ldi deydi ومما يبنى على هذا التقسيم أن المحرم أصالة غير مشروع أصلا يعني bu taksimat kurulgan narsa qatarındır çokum asli haram kılgan narsa aslen yolluk emas degan chiqdi diyor. Aslen haram kılgan narsa yıldızını aytganda yo'lsiz bu. Bu shar'iy bir narsa uchun bu nim bo'lishga, sabab bo'lishga yaramaydi. Agar sabab bo'lsa, u yerda hukm bo'ladi, musabbab bilan tepiladi. Ammo shar'iy bir nimga uning uchun hukmning bo'lishiga, shar'iy bir hukmning bo'lishiga sabab bo'lishga yaramaydi. Bununla shar'iy hukm ham tartib topmaydi. Balkim bu tegidin yo'qluludi bu aslan harom bo'lgan narsa. Mushatin tarihsiz namoz batil. Maharimning birisidan to'y qilish buning harom ekanligini bilib turib, u ham batil bo'ladi. Ulukni setish ham batil bo'ladi. Shar'an batil bo'lgan narsaga hech qanday hukm tartib topmaydi. وأما المحرم لعارض فهو في ذاته مشروع فيصلح سببا شرعيا وتترتب عليه آثاره لأن التحريم عارض له وليس ذاتيا ولهذا كانت الصلاة في ثوب مغصوب صحيحة ومجزئة وهو آثم للغصب والبيع الذي فيه غش صحيح والطلاق البدعي واقع والعلة في هذا أن التحريم لعارض لا يقع به خلل في أصل السبب لا في وصفه ما دامت أركانه وشروطه مستوفاة. Ama arizi cəhdidən aram boğan tek yıldız
tüp yıldızını aram emas. Keyin bir uçtum tut bir özgürlük jahtidan bir ahval jahtidan aram bo'lib qoldi. Bir sabablardan jahtidan. Bu uçuduz öz zatida yo'lliq bu. Bu shar'iy sabab bo'lishga yaraydigan narsa bu. Shar'iy sabab bo'lishga yaraydi. Onun hüküm tertip tapıdı demekçi. Ona eserleri tertip tapıdı ki hüküm keledi o sebep boğan diken eser buludu. Çünkü tahrim onunla arizi o zatı da onun vücudu da esliden emas bununki aram buluşu. Bu şiayetin bulangan kimliki namaz o namazınız duruz. O kifaya. Ama o adam ço bulap kalaktan cahdeden günahkar olup ketken. Günahkardır. Onun da elki saxta gözlük, kızıl gözlük kılgan, aldak, saldak kılış, elim setim işler, bu mu duruz? Bunun tegişlik cezası olsa üstadı ama beyi duruzsaydı. Talak bid'i umut şudu. Gerçi ona hayız içinde bidat talak kılması mı? Talak şudu. Herkes o hayız içinde talak kılmak için düşmeye kaldığı iş yok. O tushidi. Demak, bu shu muharram arzning bir semdi bu bo'g'ach. Endi illat buningki illat chuqum tahrim degan bir arzning rastidan bo'lgan tahrim tushmaydi unlancho hech qandaq sababdan asli bir buzuqlik tushmaydi. Valla onun sebebiga ham tushmaydi, sifatiga ham tushmaydi. Qachoniki uning rukunlari, uning shartlari asos, uning gavdalari to'liqlan bo'lgan bo'lsa, uningdagi xalallik o sebepten asli vasliga vasfiga tushmaydiki ish bo'laverdi. Masalan, bulantılan kılıngan kiyimde namaz okuması namaz bo'laverdi, ammo shuning tegishlik bo'ladi, namaz bo'ladi deganlikni onun da boshqalarning kiyimingizni bulvasız bo'ladi degan gap emas. Onun shunga loyiq, bulanchiqqa loyiq jazosini tatidi. Bu muharram li ar degan musho deydi. Xo'sh, bugungi darsimiz shundan kifoyalandik vaqt itibariyle. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.